bizlarni yo'limizni to'sib bo'lmaydi. Nima uchun deb mendan so'rasangiz, xalqimiz nima uchun yashayotganini, ertangi kunni o'zimiz qo'limiz bilan faqat qurishga qodirmiz deb, ertangi kun marra bizniki deb mahkam belini bog'lab harakat qilayotganini sezgan odam men gapimga qo'shiladi. Assalomu alaykum barchaga musofirga yurgan aka-uka opa-singillar. Bir hafta oldin 20 Qashqadaryo viloyati 25-savxoz birinchi gruppa nogiron bir oilani olib chiqqandek bir uy-joy qilib beramiz deb. Hammalaringizga ming rahmat. Shu bir haftaning ichiga yerni gaplashib sotib oldik. Qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun ming rahmat. Hozir o'sha yerda bir pulini berib dogovorni qilib olamiz deb yo'lga chiqdik. Hozir boryapmiz. Nasib bo'lsa u yerda video qilib ko'rsatamiz. Hammalaringizdan Allohning o'zi rozi bo'lsin. To'xtab qolmaymiz degan umiddaman aka-uka opa-singillar. Shu nogiron opa bilan shu akamizga bir makon qilib beraylik. O'sha yerga 4 ta nogiron bir Rossiyada go'daklari bor ekan. Shu go'daklarni bir maktabga chiqib, bir o'yin kulgi qilib, bir o'z tengqurlari bilan bir o'ynab kulib yurishlar hammalariga nasib qilsin. Shu go'daklarni o'zimizning farzandimizday qabul qilib, shu befarq bo'lib qolmaylik. Aka-uka ukalar, musofirda yurgan aziz obunachilar, befarq bo'lmaysizlar degan umiddaman. Bir hafta mumkin ishga bir qo'llab-quvvatlab shu kishiga bir fundamentini to'kib bir tabiiy 2 donagina bo'lsa ham bir uycha bir kichkinaroq bo'lsa bir 3 ga 4 mi 3 ga 5 mi qilib ikkitagina bir xona tiklab beraylik shu kishiga. Oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Musofirda yurgan aka-uka opa-singillar, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Tabiiy yordam bera olmasanglar ham shu duo qilib shu videoni kengroq tarqalishiga yordam berib turinglar akalar. Mana 4 sotik yer topildi. Mana shu yerdan shu yerni joyni oldik. Musofirda yurgan o'rtoqlar, ukalar, akalar, og'aynilar, sizlardan iltimos shu nogironga bir yordamlaringizni qilsalaring, meni uyni ham tikka qilamiz nasib bo'lsa. Shu uy tikka bo'lgan pullar mana shu nogiron shu yerga ko'chirib kelib, yerda bir oilani ochib berishda hammamizga nasib eylasin. Boshlagan ishni xayrli qilsin. Sizlar topganlaring to'yga, tomoshaga bersin. Musofirda bo'lsalaring ham shu yigitga topganlaringga bir yordam qilinglar. Allohim sizlarni qayerda bo'lsa o'z panohida asrasin. Topganlaring o'g'il qizlaring to'ylariga bersin. Shu yigitga yordam qilganlaring Alloh ijobat qilsin ishlaringni. Mana shu ishni boshlagan